Assalomu alaykum Darvoza G'ulom kanali kuzatuvchilar, qadrli obunachilar. Yana sizlarga Namangan shahridan sexdan bo'layotgan jarayonlarni ko'rsatamiz. Darvozalarimiz fasollar, qayerga boraveradi, summalar qanday, materiallar haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Samarqand fasondagi darvozamiz Andijon viloyati Jalaquduqqa Oyim qishlog'iga olganmiz. Darvozamiz razmeri eniga 320, balandligiga nalishnigi bilan birgalikda 375, nalishnigi bilan birgalikda eniga 398 bo'lgan. Darvozamiz kvadrat metr 1.600 ming so'mdan. Yana bitta Samarqand fason darvozamiz. Razmerlar nalishniklar bilan birga 5.15 ga, balandligi 4.15 bo'lgan. Ichkarilarga 15 sm nerjevekalar bilan ishlab berganmiz. 3 qavatli utuplonli variantda bo'lgan. Darvozamiz Buxoro viloyati G'ijduvonga borib o'rnaydi. Yana bitta high-tech fasondagi darvozamiz 4 metrga 4 metr, nalishniklari bilan ponna peshakida 40 sm ishlab berilgan 2 qavatli shumkali variantda. Kvadrat metrimiz 1.450 ming so'mdan. Andijon viloyatiga borib o'rnaydi darvozamiz. Yana bitta shohona fasondagi darvozamiz. Darvozamiz 3 qavatli utuplonli variantda bo'lgan. Usulinning 2025-yilda shohona fason darvozamiz. Razmeri eniga 3.50, balandligi 3 metr, nalishniklari bilan eniga 4.30 bo'ladi, balandligi 3.40. Darvozamiz kvadrat metr 1.800 ming so'mdan. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavka ustanobkalarimiz besplatniy holatda borib o'rnaydi. Yana bitta darvozamiz Farg'ona viloyati Vodilga olganmiz. Shohona fasondagi darvoza eniga 290, balandligi 3.30. Darvozamiz kvadrat metr 2 qavatli variantda bo'lib chiqadi. Shu holatda, shu ko'rinishda 1.550 ming so'mdan. Yana bitta Samarqand fasondagi darvozamiz Buxoroga olganmiz. 3 qavatli variant, utuplonli bez nalishli variantda qanday chiqadi degan savollar uchun javoblarimiz. Mana bez nalishli holati ham juda chiroyli holatda chiqadi. Adnotonni mokri ranglar bilan ishlab berganmiz. Buni ham kvadrat metr 1.600 ming so'mdan chiqadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metrlik darvoza. Namanganda gigant darvoza tayyorlaydigan Namangan shahrida sexda turibmiz. Darvoza qirg'ich komandasi a'zolari, barcha darvozalarimiz xudo xohlasa sizlar uchun. Darvozamiz razmeri o'zi aytib o'tganimizdek, eniga 6 metr, balandligi 4 metr bo'lgan darvozamiz. Darvozamiz shumkali variantda bo'lgan, 3 qavatli utuplonli variantda eng usulli materiallarda ishlatganmiz. Darvozamiz materiallarga kelsak, ikkita stoykasi, oyog'ini taglar rossiyskiy 12 li shivellarda bo'lgan, 2 qavat 1.8 li lis, 3-qavatiga 4 lislarda ishlab berganmiz. Xo'p, darvozamizga ishlatilgan kraskalarimiz Devo kraska, avtomobilning lak, avtomobilning gruntovkalar obязательно sepilgan. Bunday sifatli darvozalar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavka ustanobkalarimiz O'zbekistonning 12 ta viloyatiga bor. Darvozamiz ichkariga 28 sm nerjevekalar bilan ishlab berganmiz. Yaqindan bir ko'rsatib qo'ysak, ko'rishingiz mumkin. Darvozamizning ranglari ham xudo xolasa mana qora nerjevekalari